Assalomu alaykum, hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari. Bugun meni Agrobank Xalqaro planida кезектегі uchrashuvimizni o'tkazib Bu uchrashuvdan sebep bizlarga var mahsulotlar bank tarafidan sizlarga berayotgan mumkinchiliklar, eshani sizlardagi boshqalarimiz bo'lsa, so'ylashib, shishib berishga harakat etamiz. Endi dastlab bizning Agrobank tarafidan ajratilayotgan kreditlar to'g'ri qisqacha ma'lumot berib ketsam, жұмыссызlarga өзін-өзі бand etken şahslara bankimiz tarafından hayal adamlarga 23%dan, yer adamlarga 25%dan kreditler ajratıp Bu mahalle kesiminde bizlerge 4 mahalle biriktirilgen, Beskopur, Bostan, Жаңақала ham Navruz mahalleler biriktirilgen. Soda жасаушы жұмыссызlar болса, өзін-өзі band etse, bizlerge tarafından kredit alıp işlevге болады. Onda birinci biznesке birinci qadam деген 5 milyon kreditimiz var. Onun müddeti 1 yıl болады. Lukut davri bo'lmaydi. Ikkinchi kredit turimiz bu biznesga ko'mak deb aytiladi. Onu 17 millionga shekilga bera olamiz. O 4 yilga 6 oy yengilletilgan davri bor. Tek qana foiz to'lab borasizda. Keyingi turi bu mahalla loyihasi deb aytilgan kredit turimiz bor. O 5 yilga beriladi. 2 yil yengilletilgan davri deb foiz to'lab bora olasiz. Prosent jaqlar yuqorida aytib o'tdim. Hayal odamlarga 23, yer odamlarga 25%. Bu jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditler, bundan başqa bizde yuridik shaxslarga da kreditlerimiz var. Bular 1 yil davomida faoliyat yuritib turgan yuridik shaxslar bo'lishi kerak. Ya bo'lmasa bizde salohiyatli mijoz nesi var, solda bar adamlar bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 312-qarori bo'yicha kredit ала oladi. Ularning foizi agarda ish boshqaruvchisi hayal adam bo'lsa 17%dan beramiz. Al yerden bolsa 19%dan beremiz. Savdo tarafı üçün aylanmalarini to'ldiruv deb alатын bolsa 18 oyga beremiz. Ya xizmat ko'rsatuv, ishlab chiqaruv sonday ne bolsa, ovqatlanuv o'rnashajak bolsa, onda davri ko'proq bo'lib 7 yilga shekil bera olamiz. Sonday kredit turlari bor. Tushunmagan so'rovlarimiz neleriniz bo'lsa? Masalan, men endi үйдің ұлына шаңарақты есабында алатын болсам, мен кредитті шаңарақты өзім бәңкіге есабында, мысалы, ұстахана ашып жатқанда менде мебель. Соның мысалы несін алатын болсам, 100 миллиондай кредит алатын болсам, неше пайызын аламын? Siz өзіңіз жұмыс алып барушы басылығы болып, өзіңіздің ретіңіз 17%dan бера аламыз. 100 миллионға шейін залогсыз береміз. Оның үшін сіз жаңағыдай шаңарақ карханасын ашып, сөйтіп іс жүргізуіңіз керек болады. Кепіл керек емес өзінде. Алады. Kepil залогсыз болады. Қайсысы не 2016-тан бастап күшке енемейді? Иә, бұл беріліп жатыр да қазіргі уақытта. Беріліп. 25-ші жыл. Айның аяғы болып қалды енді. Жұмысты болса да, жұмыссыз болса да ма? Жұмыссызларға береміз да. Жұмыста барларға ондан басқа микроқарыздарымыз бар. Өзіміздің айлыққа қарап шығарып беретін кредитлеріміз бар. Түсінікті болса, онда uchrashuvimizni jumalaymiz. Qatnashishga